qolamiz ajoyib raqs uchun Malika Albatta, xonga. erta tongdan juda ham bir ajoyib taronaga, demak, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi Malikaxon Nordobilova demak raqs ijro qildilar va o'ylaymizki, yurtdoshlarimizga ham manzur keldi. Albatta, nafaqat ular, balki biz ham mana shu sahna ortida turib raqsga tushdik. Juda ham ajoyib tarona. Sarvar akaga qo'shiq juda ham yoqdi. Albatta, menga qo'shiq yoqdi, haqiqatan ham raqsbob qo'shiq ekan. Albatta. Va aytib o'tganimizdek minnatdorchilik bildiramiz va biz dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Bizda navbatdagi mehmonlarimiz bor, ularni esa hozir tanishtirib o'taman. Marhamat. Demak, havaskor xonanda shu kunlarda ajoyib ijodkor Asadbek Allamurodov hamda o'zlarining ijodiy jamoalari bilan tashrif buyurganlar. Bugungi dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin, biz ham o'tirib olamiz. Biz ham o'tirib olamiz. Asadbek, kayfiyatlar qanday? Kunni qanday boshladingiz? Yakshanba dam olish kunini odatda qanday boshlardingiz? Ko'p uxlab boshlardim. Yakshanba kuni dam olish. Bugun yangilik bo'ldi demak. Erta tongdan uyg'ongansiz. Yo'q, bugun uxlaganim yo'q. 4 gacha uxlaganim yo'q o'zim. Uxlamadingizmi? Uxlamagansiz. Bugun Munavvar kun dasturiga boraman. Bu mas'uliyatdan darak. Albatta, juda ham yaxshi. Uxlab qolmoqchi ham bo'ldik. Keyin yo'q, keldik. Uxlab qolmaslik qaroriga keldingiz. Har doim ko'rsatuvga chiqsam ustozlar qo'shig'ini aytganman. Endi safar o'zimni qo'shiqlarimni, mualliflik qo'shiqlarimni aytmoqchiman-da, o'shaning uchun xato aytib qo'ymay, So'zlarini xato aytib qo'ymaydi. noto'g'ri aytib qo'ymasdan, chunki ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi ko'rilgan, uni ekran qarshisida ko'rib o'tirgan qo'shiqda o'zining muxlislari bor. Bu qo'shiqlar qisqa bo'lganda, sizlar to'liq aytib premyera qilmoqchimiz. Juda ham ajoyib. Xo'p, qaysi taronadan boshlaymiz? Men juda ham bir qo'shiq eshitgim kelyapti-da. O'zimizning qo'shiq Gulsanam ismli qizlar uchun bitta qo'shiq aytganmiz. Gulsanam ismli qizlar uchun bizda ajoyib tarona azizlar. Keyin Gulsanam kimligi haqida gaplashamiz. Shunday. Qo'shiqlarim unga yoqsa kuylayveray, go'zallarni orasidan izlayveray, Instagramda unga tab qo'shiq kuylay, osmondagi oyim oydin Gulsanam. Qo'shiqlarim unga yoqsa kuylayveray, go'zallarni orasidan izlayveray, Instagramda unga tab postlar qo'yay, osmondagi oyim oydin Gulsanam. Sherobodda konsert qo'ysam kelarmikan, Qo'rg'onga to'yga borsam borarmikan, o'zi chindan meni jondan sevarmikan, osmondagi oyim oydin Gulsanam. Onam aytar qiz topgin deb o'zimizdan, tog'am aytar qizlar ko'p ko'termizdan, nima yordam kerak deydi otam bizdan, to'y boshlayman aniq bu yil avgustdan. Onam aytar qiz topgin deb o'zimizdan, tog'am aytar qizlar ko'p ko'termizdan, nima yordam kerak deydi otam bizdan, to'y boshlayman aniq bu yil avgustdan. Muzrabotda konsert qo'ysam kelarmikan, Jarqo'rg'onga to'yga borsam borarmikan, o'zi chindan meni jondan sevarmikan, osmondagi oyim oydin Gulsanam. Oxiri topdim bittasini uzundan, qo'ybaslar kirishgan uzundan, oxiri topdim bittasini uzundan, qo'ybaslar kirishgan uzundan, aylanayin o'zim shirin so'zingdan, menga qarab yonib turgan ko'zingdan, aylanayin o'zim shirin so'zingdan, menga qarab yonib turgan ko'zingdan. Termizlarda konsert qo'ysam kelarmikan, qishlog'imga to'yga borsam borarmikan, o'zi chindan meni jondan sevarmikan, osmondagi oyim oydin Gulsanam. Ey yashang. Boradi, xavotir olmang, aytamiz. Albatta boradi. Bunaqa dildan qo'shiq kuylayaptilar, borishiga ishonamiz. Albatta, eng asosiysi bugungi Munavvar kun dasturini ko'rgandan keyin aniq boradi. Xo'sh, ijodda nima yangiliklar? O'zi necha yildan beri ushbu san'at sohasiga qiziqishni boshladingiz? Ushbu san'at sohasiga kirib kelishingiz qanday bo'ldi?
8 yillar bo'lyapti-da. 8 yil. 8 yil bo'lyapti. Shu ustozlarga qiziqib, har doim ko'rsatuvga kelsam aytaman, Sardor Mamadaliyev havas qilib, hatto hozir Shohjahon Jo'rayevga havas qilyapman. Juda ham ustozlar qo'shiqdan. Hozir ijod qilyapmiz. Ko'p yillab shu to'ylar, hashamlarda, tadbirlarda ko'rsatuvlar qo'shiq aytdim. Endi bu yildan boshlab 1 yo 2 oyda ichida 50 taga yaqin o'zim mualliflik qo'shiq yozdim-da. 50 taga. 50 taga yaqin. Juda hamma joy. Uni she'rlarini kim? O'zim yozdim. Juda hamma joy. Juda nima bo'ldi? Ilhom kelib qoldi, yozib qo'yaverdim-da. Qanday paytda o'zi ilhom keladi? Shu kechqurun yarim kechasi. Hamma siqilgan-ku hozir, bilsangiz, Instagramda ham hamma siqilib qolgan, hayotdan ko'ngil qolib ketgan. Nega hamma? Hamma ijtimoiy tarmoqda-da. Ha. Shunga men faqat shu qo'shiq yozdim. Og'ir qo'shiq yozmadim. Endi kim biladi, balkim yoshlar hozir siqilib yurishgandir, lekin Yo, Kattalarda hammasi joyida. ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsangiz, Ha, bor, xursand bo'lgan kuzatilyapti. odam yo'q-da, ko'rsangiz. Kuzatilyapti. kimdir sevgidan kuygan, kimdir kimnidir kutmoqda, kimdir kimnidir konsertga, to'yga taklif qilyapti. Albatta. Albatta. Bilasizmi, hozir meni bitta jihat e'tiborimni tortdi. O'zlari qo'shiq yozib, o'zlari ijro qilib, kuyni kim bastalayapti? O'zim Kuyni ham o'zingiz bastalayapsiz. so'zini ham, musiqasini ham, aytilishini ham o'zim. Qo'shiqni kim eshityapti? Yo, Qo'shiqni qo'shqni yaxshi eshityapti. qo'shiqni mana 1 milliontaga yaqin ko'rishlar kanalning bo'ldi. muxlislari eshitishyapti, Sarvar Yaxshi. aka. Albatta. Demak, sizdan navbatdagi taronani tinglaymiz, marhamat. Yangi qo'shig'imiz ham sho'x ashula bo'lsin. Bo'ldi, aytamiz mana shu. Faqat tezroq chalasiz, ritm. Ket. Xafa bo'pti Termizdagi go'zalim, onasiga dardini aytib boribdi. 3-4 kunga ketgan edim Dinoga, hatto uyga meni izlab boribdi. 3-4 kunga ketgan edim Dinoga, hatto uyga meni izlab boribdi. Dinovlardan yorisladim, Sarasiyoga to'yga bordim. Men ham yomon qiynaldim, endi uylanaman. Dinovlardan yorisladim, Sarasiyoga to'yga bordim. Men ham yomon qiynaldim, endi uylanaman. Yosh ham yetib keldi 25 ga, uylanish ham bitta shirin tashvishda. Qiz topolmay qoldim o'tgan yil qishda, bu yil esa pulkam sal uylanishga. Qiz topolmay qoldim o'tgan yil qishda, bu yil esa pulkam sal uylanishga. Qumqo'rg'ondan yorislar, Jarqo'rg'onga to'yga bordim. Men ham yomon qiynaldim, endi uylanaman. Jarqo'rg'ondan yorisladim, Qumqo'rg'onga to'yga bordim. Men ham yomon qiynaldim, endi uylanaman. Baxtli qilib Termizdagi go'zallik, farzand ko'rib rozi qilay onamni. Baxtli qilib Termizdagi go'zallik, farzand ko'rib rozi qilay onamni. Og'zini yopay meni suygan xolamni. Baxtli qilib Termizdagi go'zallik, og'zini yopay meni suygan xolamni. Hayajondan-da. Bo'ladi. Birinchi marta aytyapsiz. Juda ham ajoyib. Ovozingiz haqiqatan ham yaxshi. Ustozlaringiz haqida gapirsangiz, To'xtalib mana shu o'tsangiz, natijaga erishishingiz uchun mana shu ijod qilishingizda kim sizga ko'maklashgan, yordamlashgan, yo'l ko'rsatgan? To'g'rirog'ini aytsam, yo'l ko'rsatmagan hech kim, o'zim. Televizordan ko'rib ustozlarga shunaqa qo'shiqchi bo'laman. Baribir ovozni sozlash ishlari bo'ladi-ku, baribir ovozlarni sozlaymiz, notalarni o'rganamiz, musiqaga tushishni o'rganamiz. Notani lekin notani bilmayman. Gitara chalishni o'rganganman. Sal-pal bilaman, shu qo'shiq chiqarib bera olaman, qo'shiq. Ovozni-chi? Ovoz o'zi oldinlari juda deb aytarim qo'shiqlar qalinroq ovozda, keyin sekin o'zim yo'nalishimni topib
sizga taklif albatta. Bu baribir ustoz bilan ishlagan yaxshi. O'zingizga bir ajoyib ustoz topsangiz, baribir sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Balkim sizni ovozingizni hozirgi yoshingizda ovozingizni balkim ko'p yuqori tonda aytmaslik kerakdir balkim. Balkim shunday tonda aytganingiz ma'quldir. Balkim ustoz bilan maslahatlashsangiz. Ustoz bilan 4 yil Sardor Madaliyev bilan ustoz shogird bo'lganmiz. O'sha paytlari tushuntirgan. Ha, demak, Bo'lgan u voqea. albatta shuni so'ramoqchiman. Men so'ramoqchi edim. Ajoyib. Demak, Maqsadlar qanday? Kelajakdagi maqsad, niyat. Buyuk qo'shiqchi bo'lish. Buyuk ashulachi bo'lib, mana shu xalqimizga foydamiz tegadigan san'atkor bo'lish. nasib, Xudo xohlasa. Albatta, o'z maqsadlaringizga erishishingizga tilakdoshmiz. Yana sizdan ajoyib tarona. Yana bitta qo'shig'im bor. Salpal so'zlarga qarab aytaman. Aybga buyurmaysizlar. Bu vodiyliklar uchun o'zi bu qo'shiq. Marhamat. Qani marhamat. Kelin izlab onamga charchadim men Toshkentda. Kelin topgin deb onam bu yil biroz shoshganda. Kelin izlab onamga charchadim men Toshkentda. Kelin topgin deb onam bu yil biroz shoshganda. Kezu vodi vohani topolmadim Surxondan. Kezu vodi vohani topolmadim Surxondan. Bittasini topib oldim, u ham bo'lsa Anjondan. Bittasini topib oldim, u ham bo'lsa Anjondan. Anjonlik qiz Surxonga kelin bo'lib bormasmish. Ketdik desam yo'q dedi, alpomishga tegmasmish. Anjonlik qiz Surxonga kelin bo'lib bormasmish. Ketdik desam yo'q dedi, alpomishga tegmasmish. Borimish uning yori yaqin Qo'qon tomonda. Borimish uning yori yaqin Qo'qon tomonda. Keting dedi indamay qarshi Surxon tomonga. Keting dedi indamay qarshi Surxon tomonga. Azobdaman kundaman shamu sahar tongda ham. Azobdaman kundaman shamu sahar tongda ham. Baxtimni topolmadim Andijonlik qizdan ham. Baxtimni topolmadim Andijonlik qizdan ham. Xafa bo'ldim o'zimdan, qaytar bo'ldim o'zimdan. Xafa bo'ldim o'zimdan, qaytar bo'ldim o'zimdan. Vodiyliklar omon bo'lsa toparman Termizimdan. Vodiyliklar omon bo'lsa toparman Termizimdan. Kelin izlab onamga charchadim men Toshkentda. Kelin topgin deb onam bu yil biroz shoshganda. Kelin izlab onamga charchadim men Toshkentda. Kelin topgin deb onam bu yil biroz shoshganda. Kesib vodiy vohani topolmadim Surxondan. Kesib vodiy vohani topolmadim Surxondan. Bittasini topib oldim, u ham bo'lsa Andijondan. Uyga qaytdim xumrayib, onam juda baqirdi. Uyga qaytdim xumrayib, onam juda baqirdi. Darvozani yonida xolam sekin chaqirdi. Yoshing o'tib boryapti dedi uylan Davronjon. Yoshing o'tib boryapti dedi uylan Asadjon. 30dan so'ng uylanmasang bo'lib qolasan dedi Nimjon. Anjonlik qiz Surxonga kelin bo'lib bormasmish. Ketdik desam yo'q dedi, alpomishga tegmasmi? Yashang, Surxondan kelin topolmay vodiyga yo'l olibsiz-da. Albatta, juda ham ajoyib. Yaxshi, ajoyib. Sizlarga tashakkur bildiramiz. Kun tilaklarini tinglaymiz Albatta, unda. kun tilaklarini, salom, tabriklar bo'lsa, marhamat, tinglaymiz. Tabrik yo'llamoqchimiz. Qani marhamat. Yaqin do'stlarimizga, Sheroboddan uzoq kuzatib turgan Ozodbek degan jigarimizga salom yo'llayman. Qolaversa barcha hozir ekran oldida o'tirgan muxlislarga salom yo'llayman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Marhamat, sizdan ham kun tilaklari, salom, tabriklar bo'lsa. Bizni kuzatib turgan barcha meni taniydigan insonlarga salom yo'llayman. Albatta, yaqinlaringizga, barchasiga salom yo'llamoqchisiz. Va bugungi dasturimizga kelganingiz uchun sizlarga yana bir bor tashakkur bildiramiz.
mana shunday ijoddan to'xtamang. Sizlardan albatta yangidan yangi ajoyib taronalar bilan keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Albatta. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Ajoyib taronani tingladik, kayfiyat a'lo darajada va Albatta. bizda kulgu vaqti. Kulgu vaqti. Unda birgalikda kayfiyatni Handa ko'ramiz sahifasini yanada. birgalikda tomosha qilamiz. Ana undan so'ng dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Marhamat. Marhamat.